pupils, and welcome to the English lesson. I'm glad to see you again, and let's start the new topic. Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Ingliz tili darsimizga xush kelibsiz. Demak, darsimizni boshlaymiz. Today's theme is lesson 5. Does he? Yes, he does. Page 46. As usual, we will start the lesson with checking the self-study work. Odatdagidek, uyga vazifamizni tekshirib olamiz. Hopefully, you have done it and ready to check. Let's start. You needed to write about your after-school activities. Let's read some example sentences. After school, I have lunch and do the shopping. I sometimes do the ironing or the washing. Samira usually has a shower after school. She often does the ironing after school. Demak, e'tibor bering, uyga vazifamizda after school iborasini gapning boshida ham, gapning oxirida ham ishlatish mumkin. In the next activity, you needed to write about your favorite sportsman or film star. Hasanboy Dusmatov is an Olympic champion on boxing. He loves sport very much and does it every day. He is strong and healthy. He gets up early and walks more than 2 hours a day. He eats lots of fruit and vegetables. And now let's start the new lesson. Today we are going to talk about does he or does she. Now let's read the given sentences. Do you like biscuits? Yes, I do. Does your friend like biscuits? Yes, he does. Demak, qadrli o'quvchilar, 3-shaxs birlik he va she uchun biz does yordamchi fe'lidan foydalanamiz. Qolgan olmoshlar uchun esa do yordamchi fe'lini ishlatamiz. Do you like homework? No, I don't. Does your friend like homework? No, he doesn't. Now, if everything is clear, let's move on. Read the sentences and try to answer them. Hozir savollarni o'qib, ularga javob berishga harakat qiling. Do you like apples? Yes, I do. Do you like biscuits? No, I don't. But, demak, lekindan keyingi gaplarimizga e'tibor bering. Does he like fruit? Yes, he does. Does he like biscuits? No, he doesn't. Again, please pay attention to the auxiliary verb does. Demak, 3-shaxs birlik bo'lgani uchun biz does yordamchi fe'lidan foydalanyapmiz va qisqa javobda ham does yordamchi fe'lini qo'llayapmiz. Demak, bundan xulosa qilib shuni aytamizki, do yordamchi fe'lini I, you, we, they olmoshlari uchun ishlatamiz. Does yordamchi fe'lini he va
she uchun ishlatamiz. Va bu struktura faqatgina so'roq gaplar tuzishda qo'llanadi. Now let's watch a video and No, he doesn't. Does he like biscuits? Yes, he does. Yes, he does. Does he like cereal? No, he doesn't. No, he doesn't. Does she like eggs? Yes, she does. Yes, she does. Does she like cheese? No, she doesn't. No, she doesn't. hopefully you have understood the words from the video. Now let's practice with auxiliary verbs. Demak, hozir sizlar bilan yana yordamchi fe'limizni mashq qilamiz. Please look at the activity 3, read the given sentences and report them. Hozir berilgan gaplarni you uchun va your friend, ya'ni uchinchi shaxs uchun o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Interrogative bu so'roq gap, answer esa javob. Demak, berilgan gaplardan so'roq gap yasaymiz va ularga javob beramiz. Now let's read example sentence first. I get up at 7 o'clock. Do you usually get up at 7 o'clock? And the answer is yes, I do, and no, I don't. Bu yerda biz gaplarni you olmoshi uchun tuzdik. Endi mana shu gapdan biz sizning do'stingiz, ya'ni uchinchi shaxs uchun so'roq gap tuzamiz va unga javob beramiz. Does your friend get up at 7 o'clock? Yes, he does. No, he doesn't. Now, please read the sentence and make up an interrogative sentence from it. Endi o'zingiz mustaqil ravishda berilgan gapdan siz uchun va sizning do'stingiz uchun so'roq gaplarni tuzasiz. And please write down your answers in your copybook. Now let's check it. I get washed at 8 o'clock. Do you get washed at 8? And the answer is yes, I do, or no, I don't. Now we will check the sentence for your friend. Uchinchi shaxs uchun qanday tuziladi? Does your friend get washed at 8? Yes, he does, or no, he doesn't. And the last one. I play football on Sundays. Again, please check your answer. Do you get washed at 8? Yes, I do. No, I don't. And for your friend, uchinchi shaxs uchun, does your friend play football? Yes, he does, or no, he doesn't. Great job. Now we are going to have a reading task. In this task, we will read the texts and match the pictures. Bu mashqimizda berilgan matnlarni o'qiymiz va ularni rasmlarga moslashtirib olamiz. Are you ready?
let's start reading. Text 1. She is never late. She always gets to school on time and comes home from school at 1 o'clock. Usually, she has her lunch at home. Look at the picture, please. Picture A, picture B, picture C, and picture D. And what do you think? Which picture is more suitable for this text? And of course, it's B picture. Good. Let's move on. Text 2. He likes sport very much. He is a very good football player. He always plays football with his friends, but he is not good at math at all. Again, please choose the suitable picture. Is it picture A? No, of course, it's picture D. Yes? He is not good at math at all. That's why he is thinking, maybe too long. Text 3. He is a very good pupil. He is always on time for his lessons. There are a lot of books on his desk. His favorite subject is English. He does his homework in the evening and gets good marks. Again, is it C picture? No, yes, because there are a lot of books on his desk. Stolining ustida ko'p kitoblar bor. That's why it's A picture, yes? 3 is A. And the last one, text 4. She is always good at lessons. She always does her homework. At home, she likes to help her mother. She cleans the table, washes dishes, sweeps and mops the floor, does the ironing. And again, the answer is C picture. C picture, yes? She sweeps and mops the floor. Good job. And it's time for self-study task. Please again open the page 107 and find lesson 5. And you have 2 tasks to do. Task 1. Please read the texts in activity 5 and write a similar text about a pupil in your class. Don't write his or her name. In the task 2, you need to complete the sentences. And this is the end of our lesson. Thank you for attention. Goodbye. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Matematika darsiga tayyormisiz? Unda barcha o'quv qurollaringizni olib, ekran qarshisiga yaqinroq o'tiring va bugungi berilayotgan ma'lumotlarni yozib borishni unutmang. Darsimizning mavzusi kasrlarni taqqoslash. Aziz o'quvchilar, biz o'tilgan darsda sizlar bilan oddiy kasrlarni son nurida tasvirlash mavzusini o'tgan edik. Keling endi bugun kasrlarni taqqoslash haqida gaplashamiz. Mana bu berilgan doiraga diqqat bilan e'tibor qiling. Xohlang uni olma, xohlang uni doira deb faraz qilishimiz mumkin. Agar mana bu berilgan doiramizni, ya'ni teng ikkiga bo'lganimizda, u nimalar hosil bo'lar ekan? Diqqat qiling. Ya'ni bu yarimtani keltirib chiqarar ekan yoki 2 dan 1 ulush
degan ma'noni anglatar edi. Yoki bo'lmasa keyingi doiramizni 4ga bo'lmoqchi bo'lsangiz, bu doiramizni ham agar bir qismini va yana bitta qismini oladigan bo'lsangiz, bu doiramizni ham yarmiga tengligini ko'rishingiz mumkin. U holda siz buni 2 dan 1 teng yoki 4 dan 2 deb olishingiz mumkin. Bunday ko'rinishdagi masalalarda bu doiralarimizda tenglik hosil bo'ladi. Bu taqqoslash belgimizdagi teng belgisi hisoblanadi. Undan tashqari, yana ularga ta'riflayotgan bo'lsak, ikkita teng kasrlar bitta kasr sonning turli xil ifodasidan iborat bo'lar ekan. Endi aziz o'quvchilar, bu taqqoslashimizda teng belgisidan tashqari mana bu belgiga e'tibor qiling. Bu belgi esa katta belgisini bildiradi, bu keyingi belgi esa kichik belgisini bildiradi. Taqqoslashda siz misollar ishlayotganligingizda bu oddiy kasrlarimizni suratiga e'tibor qiling. Ya'ni ularda agar suratida qaysi biri katta bo'lsa, bu katta belgisini, kichigi bo'lsa, kichik belgisini qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Umumiy qilib oladigan bo'lsak, natural sonlarni katta va kichikligini bu taqqoslash bildirar ekan. Aziz o'quvchilar, keling endi yana bir bor taqqoslashimizni mana bu berilayotgan masala bilan davom ettirsak. To'g'ri to'rtburchak 7 ta teng bo'lakka bo'lindi. Bu bo'lakning qanday qismi bo'yalgan va qanday qismi bo'yalmagan? To'g'ri to'rtburchakning qaysi qismi katta? Yuqorida aytib o'tilganimizdek, biz bularni oldin necha qismlari, ya'ni kasrlarning qanday qismi bo'yalganligiga e'tibor qilib, ana undan keyin chiqqan javoblarimizni taqqoslaymiz. Mana sizga to'g'ri to'rtburchak berilgan 7 ta katakdan iborat. 7 ta katakdan esa mana bu 4 tala qismi yashil rangga bo'yalgan. Keling endi uni nima deb yozib olamiz? Ya'ni bu 7 dan 4 qismi bo'yalgan ekan. Undan tashqari esa mana bu ortib qolgan yoki 4 ta katakdan keyingi kataklar deb oladigan bo'lsak, bu kataklarimiz esa bo'yalmadi. Bu kataklarni esa 7 dan 3 qismi bo'yalmadi deb aytishimiz mumkin ekan. Endi aziz o'quvchilar, mana bu berilgan oddiy kasrlarimizni taqqoslaymiz. Diqqat bilan e'tibor qiling. Mana 7 dan 4 va 7 dan 3. Qanday belgi qo'yibmiz? Barakalla, katta belgisini qo'ydik. Chunki biz masalani shartiga e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bu yerda 7 ta teng bo'lakdan yarmidan ko'pi bo'yaldi. Undan tashqari esa mavzularimizda, misollarimizda taqqoslayotgan bo'lsak, mana bu mahrajiga e'tibor qiling. Agar sizda bir xil mahrajlilar berilgan bo'lsa, mahrajiga e'tibor qilmay, ularning suratlari taqqoslanadi. Ya'ni 3 kattami yoki 4? Siz bilasizki, son nurida tasvirlayotgan bo'lsangiz, 3 chapda, 4 esa o'ngda qolar edi. Har doim sonlar nurida tasvirlayotganingizda chapda turgan sonlar kamayadi. Taqqoslashda kichik belgisi bilan belgilanadi. Agar o'ng tarafda turgan sonlarni oladigan bo'lsangiz, chap tarafdagi sonlardan katta bo'lib, ularda, ya'ni son nurida o'sadi ular. Mavzu sizga tushunarli bo'lyaptimi, aziz o'quvchilar? Keling endi ularga umumiy qilib ta'riflab olamiz. Bir xil mahrajli ikki kasrdan qaysi birining surati katta bo'lsa, o'sha kasr katta bo'lar ekan. Sonlar nurida ikki kasrning qaysi biri ikkinchisiga nisbatan chapda o'tsa, o'sha kasr kichik bo'ladi. Aziz o'quvchilar, keyingi mavzularimizda bir xil mahrajlilardan tashqari, ya'ni har xil mahrajli kasrlarni ham taqqoslashni o'rganamiz. Bugungi mavzumizda esa faqat bir xil suratlilar va bir xil mahrajli kasrlar taqqoslanadi. Endi esa darsligingizda berilgan 40-masalaga diqqat bilan e'tibor qiling. Daftaringizda 12 katak uzunligiga teng bo'lgan kesma chizing. Shu kesmadan foydalanib, quyidagi tenglikni izohlang. Ya'ni mana bu
3 ta bo'lingan bo'lakdan 2 ta qismi bu 12 ta bo'lingan bo'lakdan 8 ta qismiga teng ekan. Biz uni nurda ifodalayotgan bo'lsak, birinchi, mana bu 12 dan 8 ni yuqorida birlik kesmalarda ajratib oldik. Ya'ni bu yuqoridagi kesma 12 bo'lakka bo'lingan. Ularni esa 8 ni belgilab olamiz nuqtada. Mana 12 dan 8. Keyingisi esa 3 dan 2 ga teng bo'lganligi uchun mana shu bo'laklardan 4 tasini ularga tenglashtirib oldik va natijada ularni bir bo'lagini 3 dan 1, keyingi yana 4 ta bo'lagini esa 3 dan 1 deb tenglashtirdik. Natijada 3 dan 2 hosil bo'lyapti. Bu kabi ko'rinishdagi masalalarda son nurida tasvirlaganimizda tenglik hosil bo'ldi. Aziz o'quvchilar, navbatdagi darsligingizdagi 43-masalaga diqqat qiling. Quyidagi kasrlarni kamayish va o'sish tartibida joylashtiring. Mana sizga bir qancha kasrlar berilgan. Ular tartib bilan emas, aralash ko'rinishda berilgan. Siz ularni qaysi biri son nurida, chapda va o'ngda va qaysi birinchi va qaysi keyingi kelishini tasvirlab olishingiz kerak. Keling endi ularni birgalikda tasvirlaymiz. Mana 9 dan 8, 9 dan 7, ya'ni son nurimizdagi o'ng tarafimizdan biz chapga qarab yuryapmiz. Bunday holatda esa mana shu nurda tasvirlangan kasrlarimizda kamayish hosil qilar ekan. U qaysi nuqtaga to'xtayapti? Ya'ni 9 dan 1 nuqtaga to'xtayapti. Keling endi bu kabi kasrlarni o'sish ko'rinishda yozamiz. Ya'ni son o'qida tasvirlanayotgandek tartib bilan. 9 dan 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun 3 tasvirlanmayapti deb? Chunki masalaning shartida bizda 3 berilmagan. Berilgan kasrlarimizdan biz o'sish va kamayishlarni aniqlayapmiz. Shunda A bizda kamayadi, B esa nima qilar ekan aziz o'quvchilar? O'sadi. Menimcha bu kabi masala sizga tushunarli bo'lyapti. Keling endi navbatdagi 44-masalaga diqqat qiling. Tegishli katta mana bu belgini ko'ryapsiz yoki kichik belgisini qo'ying. Bizga bir qancha kasrlar, ya'ni oddiy kasrlar tasvirlangan. Bu kabi kasrlarimizni yozayotganimizda diqqat qiling. Nimaga e'tibor qildik aziz o'quvchilar? Biz maxrajga e'tibor qilmasdan suratga e'tibor qildik. Chunki 5 va 4. Biz uni bilamizki 4 chapda, 5 esa o'ngda, ya'ni son nurida tasvirlayotganimizda. Shuning uchun ham 5 ni katta deb oldik. Keyingisi 8 dan 1 va 8 dan 7. Aziz o'quvchilar, qaysi kasr birinchi son nurida chapda yotadi? Barakalla, 8 dan 1 chapda, 8 dan 7 esa o'ngda turadi. Shuning uchun ham bu belgida biz olishimiz mumkin 8 dan 7 katta ekan. Keyingisi 5 dan 2 va 5 dan 3 kasr tasvirlanyapti. Qaysi biri katta? 2 mi, 3 mi? Menimcha siz buni birinchilardan bo'lib topib oldingiz. Bunda 3 esa katta hisoblanar ekan. Navbatdagisi esa 7 dan 2 va 7 dan 6. 2 chapda turadi, 6 esa o'ngda. Bunda ham esa 7 dan 6 katta ekan. Aziz o'quvchilar, misollarni yozishga ulguryapsizmi? Barakalla, davom etamiz. 5 dan 3 qismi 315 ga, 7 dan 3 qismi 219 ga teng bo'lgan sonni toping. Bu kabi masalalarimizning teskarisiga siz o'tilgan mavzularda ko'rgandingiz. Ya'ni unda 315 ning 5 dan 3 qismini ichiga tengligini topgan edik. Endi esa 5 dan 3 qism 315 ga teng bo'lsa, keling endi ularni birgalikda bajaramiz. Bunday holatda esa 315 ni maxrajga emas, suratga bo'lib, endi uni maxrajga ko'paytirar ekanmiz. Ya'ni o'tilgan mavzudagi formulaga teskari formula desak ham bo'ladi. Mana bu misolni yozib oldik. 315 ni kasrning suratiga bo'ldik va maxrajga ko'paytirdik. 315 ni 3 ga qanday holatda bo'ldik? Aziz o'quvchilar, siz 315 ni ustun shaklida bo'lishni o'rgangansiz. Endi 3 ni 3 ga bo'lamiz 1. Ya'ni 1 kara 3imiz 3, 3 dan 3 ni ayiramiz 0.
Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Mana bu chiqayotgan javobimizda 0 qayerdan keldi deb. Chunki mana bu nolimizda har bitta bo'luvlarni bajarayotganimizda bir raqam pastga tushirilib, ular bilan soddalashtiriladi. Agar mana bu sizda 0 1 bo'lib qolayotgan bo'lsa, 1 3 ga bo'linmaganligi uchun mana bu chiqayotgan javobimizda 0 ni qo'yib qo'yar ekanmiz. Natijada yana yetmaganligi uchun yuqoridan 5 ni tushirdik. 15 ni ichida 3, 5 tadan 15 dan 15 ni ayirsak 0 bo'lar ekan. 105 ni 5 ga ko'paytirsangiz 525 ekan. Ulardan 3 qismi 315 ga teng bo'lsa, endi diqqat qiling, 5 qismi esa 525 ga teng ekan. Endi navbatdagi B da berilgan misolga qarang. 7 dan 3 qismi 219 ga teng bo'lgan sonni toping. Buni ham ustun shaklida tasvirlayotgan bo'lsangiz, 219 ni 3 ga bo'lsak, 73 ekan. 73 ni 7 ga ko'paytirganimizda 511 kelib chiqar ekan. Aziz o'quvchilar, agar siz bu kabi masalalarni ko'rganingizda, avvalgi o'tilgan mavzudagi 315 ni qismini topishga emas va mana bu qismni 315 ga tenglikdagi formulalarni bir-biridan farqlay olishni diqqat bilan o'rganib oling. Endi esa navbatdagi 51 masalaga e'tibor qiling. S ning qanday qiymatlarida 17 dan S kasr, 17 dan 6 kasrdan katta, lekin 17 dan 13 kasrdan kichik bo'ladi. Birinchi savol sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi keyingisini e'tibor qiling. Bunday kasrlarning barchasini yozing. Savol sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi esa mana bu ko'rinishdagi oddiy kasrlarni tasvirlab oldik. Nima uchun bunday holatda yozdik, aziz o'quvchilar? Chunki masalani shartida 17 dan 6 kasrdan mana bu 17 dan S kasr katta bo'lyapti. Biz uni o'rtada tasvirlab oldik. Bunday ko'rinishdagi tasvirlashni qo'sh tengsizlik deb ham yuritsangiz bo'ladi. Chunki ularda ikkita tengsizlik yoki taqqoslash belgilari qatnashyapti. 17 dan 6, 17 dan S dan kichik, lekin 17 dan S esa 17 dan 13 dan esa kichik ekan. O'qilishini tushundingizmi aziz o'quvchilar? Keling endi ularni mahrajga e'tibor qilmay, suratlarni alohida belgilab oldik va 6 S 13. Endi savol tug'iladi. Qanaqa qilib mana bu S'mizdan 6 kichik, 13 esa katta bo'lyapti? Endi esa 6 bilan 13 ni orasidagi sonlar nurida deb oladigan bo'lsak, tasvirlab olsangiz, 6 dan keyingi sonlarni 13 gacha bo'lgan sonlarni olishimiz mumkin. 6 dan keyin 7, 8, 9, 10, 11, 12 sonlari mana shu S ni o'rnida yotganligi uchun biz ularni o'qilishiga endi e'tibor qilamiz. 6 7 dan kichik, 7 esa 13 dan kichik. Keling endi oxirgisi 12 ni oladigan bo'lsak, 6 ya'ni 12 dan kichik, 12 esa 13 dan kichik. Tushunarli bo'ldimi aziz o'quvchilar? Darslikning 27-betdagi 55, 56, 57, 58 masalalarni daftaringizga yozib oling va ularni yechayotganingizda katta va kichik belgilarini to'g'ri qo'yishni unutmang. Shuning bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Keyingi matematika darslarida ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan informatika va axborot texnologiyalari darsini boshlaymiz. Aziz o'quvchilar, yangi mavzuni boshlashdan oldin keling sizlarga berilgan vazifani tekshirib olsak. Demak, sizlarga quyidagi jadvalni o'z o'rniga qo'yishingiz talab etilgan edi. Jadvaldagi ma'lumotlarimiz xuddi shu tartibda berilgan edi. Demak, biz ularni quyidagi holatda joylashtirib olgan bo'lishimiz lozim. Sizlarda ham xuddi shunday degan umiddaman. Demak, belgilarni formatlashda belgini chiziq bilan belgilash hamda shrift o'lchamini kiritamiz.
Abzaslarni formatlashda esa satrlar orasidagi masofa hamda bir satrda chekinishni kiritishimiz mumkin. Va hujjatlarni formatlashda sahifa yo'nalishi hamda sahifa o'lchamlarini kiritishimiz lozim. Demak, sizlarda ham jadvalni mana shu tartibda to'ldirdingiz degan umiddaman. Keyingi mashqimizda esa quyidagi piktogrammalar berilgan va ularning vazifalarini aniqlashingiz lozim edi. Demak, birinchi tugmachamiz matnimizning chap tomondan tekislanishini bildiradi. Ikkinchi tugmacha esa matnni o'rtadan tekislashga yordam beradi. Uchinchi tugmacha ko'rib turganingizdek matnni o'ng tomondan tekislashga yordam beradi. Va eng so'nggi tugmacha esa matnni sahifa kengligi bo'yicha tekislashda yordam beradi. Demak, aziz o'quvchilar, berilgan vazifani sizlar bilan birgalikda tekshirib oldik. Demak, bugungi mavzuyimiz matn protsessori dasturida hujjat yaratish va tahrirlash deb nomlanadi. Demak, oldingi darslarimizda sizlar bilan hujjatlarni formatlash haqida kerakli tushunchalarga ega edik. Bugun esa sizlar bilan hujjatlarni yaratish hamda ularni tahrir qilishni o'rganamiz. Hujjatni hosil qilishimiz uchun, demak, fayl menyusidagi sozdать, ya'ni hosil qilish buyrug'i bilan yangi hujjat hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Agar bizda mavjud bo'lgan faylni ochishimiz uchun fayl menyusidagi открыть, ya'ni ochish buyrug'ini tanlashimiz lozim bo'ladi. Demak, shu tariqa biz yangi faylni hosil qilishimiz yoki bo'lmasam kompyuterimizdagi mavjud faylni ochish imkoniyatiga ega bo'lamiz va ochilgan matnimizda xatoliklarni bartaraf etishimiz, uning ustida turli xil amallarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Ba'zida matndagi biror bir noto'g'ri yozilgan jumlalarni to'g'rilash yoki qolib ketgan belgilarni qo'shishimiz mumkin. Hattoki xatosiz bo'lgan matnda ham matnning biror joyidan nusxa olib boshqa joyga ko'chirishimiz yoki bo'lmasam uni qirqib olib boshqa joyga joylashtirishimiz ham mumkin bo'ladi. Demak, mana shunday amallarni biz tahrirlash deb atar ekanmiz. Tasavvur qiling, aziz o'quvchilar, yozuv mashinkasida yozilgan matnni tahrir qilish osonmi? Qani bir o'ylab ko'ring. Mana shunday matnni tahrir qilishimizda, albatta yozuv mashinkasida yozilgan matnimizda xatoliklar aniqlansa, ko'p hollarda ularni boshqatdan oq sahifaga joylashga to'g'ri keladi. Lekin kompyuterda matn muharrirlarida yozilgan matnni tahrir qilish esa juda ham oson va u eng birinchi navbatda vaqtdan unumli yutishga yordam beradi. Demak, bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, matnni tahrir qilish bu matnli hujjatga tuzatishlar kiritish va hujjatni tahrir qilish jarayoni deb atalar ekan. Aziz o'quvchilar, ishchi sahifada eng muhim vazifani bajaruvchi bu kursordir, ya'ni yurgich. Matnimizda asosan odatda matnli faylimiz ochilganda kursor matnning yuqori qismi, ya'ni chap burchagida joylashganligini ko'rishimiz mumkin va u ko'rib turganingizdek o'chib, yonuvchi bo'lib sizga ko'rinib turgan bo'ladi. Aynan mana shu kursor turgan joydan yangi matnlarni kiritish imkonimiz bo'ladi. Kursorni harakatlantirishning bir necha usullari mavjud. Masalan, ko'rib turganingizdek harakat yo'nalishi ko'rsatilgan strelkalar yordamida ham kursorni harakatlantirishimiz mumkin ekan. Demak, uni bitta satr yuqoriga harakatlantirishimiz mumkin, yuqoriga qaragan strelka bo'yicha, bitta satr pastga harakatlantirishimiz mumkin, pastga qaragan strelka bo'yicha, bitta belgi chapga yurishi mumkin. Demak, ushbu tugmacha bilan va aksincha bitta belgi orqaga yurish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Demak, mana shu tugmachalar bosilganda ushbu vazifalarni bajarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bundan tashqari klaviaturadagi tugmachalar birikmasidan ham foydalanishimiz mumkin. Masalan, Ctrl tugmachasini bosib turgan holatda
chapga qaragan harakat yo'nalishi ko'rsatilgan tugmani bossak, bitta so'z chapga surilganini ko'rishimiz mumkin ekan. Va aksincha, demak, o'ngga qaragan strelka ko'rsatilgan tugmachani bosganimizda esa bitta so'z o'ngga yurishini ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, kontrol tugmachasi bilan yuqoriga qaragan strelka tugmachalarini baravariga bossak, oldingi abzas boshiga o'tar ekan. Va xuddi shunday aksincha keyingi abzas boshiga o'tishi mumkin ekan. Bundan tashqari sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan home and page up va page down tugmachalarining ham matnda o'z o'rni bor ekan. Demak, home tugmachasini bossak, satr boshiga o'tadi kursor. End tugmachasini bossak esa satr oxiriga o'tar ekan kursor. Page up tugmachasini bosganimizda bitta ekran yuqoriga, ya'ni 10-12 ta satr yuqoriga o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Page down tugmachasini bosganimizda esa aksincha bitta ekran pastga, ya'ni 10-12 satr pastga tushganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, yana kontrol tugmachasi bilan birgalikda xuddi ushbu tugmachalarni baravar bosishimiz natijasida hujjatning boshiga o'tishimiz mumkin, hujjatning oxiriga o'tishimiz mumkin, sahifa boshiga o'tishimiz mumkin va sahifa oxiriga o'tishimiz mumkin bo'lar ekan. Aynan ushbu tugmachalar ko'rib turganingizdek, kontrol tugmachasi bilan birgalikda ishlatilsa, mana shunday amallarni bajarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Aziz o'quvchilar, ba'zida matnimizga rim raqamlari ishlatilgan sonlarni kiritishimiz lozim bo'ladi. Aynan bunda lotin alifbosida joylashgan quyidagi harflar yordamida rim raqamlarini aks ettirishimiz mumkin bo'ladi. Matnimizni tahrir qilishda eng ko'p ishlatiladigan klavishlar, ya'ni tugmachalarni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqsak. Demak, birinchisi enter. Enter tugmachasi yangi abzatsga o'tish uchun xizmat qiladi. Shift tugmachasini esa bosh harf bilan yozishga imkon beradi. Kursordan o'ng tomonda turgan belgilarni o'chirishimiz uchun delete tugmachasi xizmat qilsa, chap tomondagi belgilarni o'chirish uchun qaysi tugmacha edi? Juda ham to'g'ri, backspace tugmachasidan foydalanar edik. Alt tugmachasi boshqa tugmachalar bilan birgalikda ishlatiladi va caps lock tugmachasini bosishimiz natijasida barcha harflarni yuqori registrda, ya'ni bosh harflarda yozish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Masalan, tasavvur qiling, informatika so'zi yozildi. Kursorimiz mana shu joyda turibdi. Ana endi ushbu amallarni ketma-ket bajarishingiz talab etiladi va natijada qanday so'z hosil bo'lganligini topib ko'ringchi. Demak, birinchi navbatda kursor mana shu yerda turganida 2 marta backspace tugmachasini bosamiz. 6 marta harakat yo'nalishi ko'rsatilgan tugmachani bosamiz va 3 marta delete tugmachasini bosamiz. Xo'sh, qanday so'z hosil bo'ldi? O'ylab oldingizmi? Juda ham to'g'ri. Demak, format so'zi hosil bo'ldi. Mana shu tarzda, demak, so'zlarni tahrirlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, matnimizning biror bir qismini belgilab olib, ular ustida qirqib olish va nusxa ko'chirish kabi amallarni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, ko'rib turganingizdek, bosh menyuda almashtirish buferining ichida bir nechta tugmachalar mavjudligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, qirqib olishimiz uchun mana shu tugmachadan foydalanamiz, ya'ni qaychi belgisi turgan tugmachadan. Klaviaturada esa ushbu vazifani Ctrl X tugmachasi yordamida bajarishimiz mumkin bo'ladi. Va kesib olgan matnimizni joylashtirishimiz uchun ushbu tugmachadan yoki bo'lmasam klaviaturada joylashgan Ctrl V tugmachasidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunday matnning biror bir bo'lagidan nusxa olishimiz uchun ham, demak, ushbu tugmachadan foydalanishimiz mumkin va uni klaviaturadagi Ctrl C tugmachasidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunday nusxa olingan matnimizni esa joylashtirishda Ctrl V birikmalaridan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Keling, sizlar bilan hozir ushbu amalni
ko'rib chiqsak. Demak, so'zimiz berildi. Bu so'zni belgilab olamiz. Belgilab olishning ham bir nechta turlari bor. Hozir biz sizlar bilan batafsil ko'rib chiqamiz bularni. Demak, gapni belgilab olamiz va uni qirqib olamiz. Kursorni o'rnatilish kerak bo'lgan joyga qo'yamiz va joylashtirish tugmachasini bosamiz. Yoki bo'lmasam uni klaviaturadagi belgilar yordamida ham bajarishingiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, qirqib olingan matn joylashganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Agar gapimizdan belgilab uni nusxa oladigan bo'lsak, u nusxa olishimiz mana yanada qo'shilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, qirqib olishda hammasi baravariga matn qirqib olib joylashtirilar ekan, nusxa olishda esa nusxa olingan qism ham qolganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aziz o'quvchilar, matnlarni yozishda quyidagilarga ahamiyat berish kerak. Demak, probel so'zlar orasidagi bo'sh joyni anglatadi. Demak, so'zlar orasida har doim bittadan probel tashlanishi lozim. Keyingisi qat'iy probel. Uni hosil qilishimiz uchun Ctrl, Shift va probel klavishalarini birgalikda bosishimiz lozim. Xo'sh, qat'iy probel nima degani? Matnimizga qaraymiz. Demak, bu yerda familiya birinchi satrda, ism va otasining ismi ikkinchi satrga o'tib qolgan. Demak, matnda mana shunday holat yuz bermasligi uchun biz qat'iy probeldan foydalanamiz. Agar qat'iy probel ishlatilganda, demak bu alohida bo'lib yangi satrga tushib qolmaydi. Har doim, demak, mana shu satrda familiya bilan yonma-yon turishi aks etgan bo'ladi. Demak, shu paytlarda biz qat'iy probeldan foydalanamiz. Tire belgisi ikki tomondan probel bilan ajratilgan bo'ladi va Ctrl hamda yordamchi klavisha yordamida mana shu tire belgisini hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Uzun tire. Uzun tireni hosil qilishimiz uchun Ctrl, Alt va chiziqcha belgisi ishtirok etgan klavishlar birgalikda bosiladi. Xuddi shu tartibda qat'iy tire ham mavjud. Demak, uni hosil qilishimiz uchun Ctrl, Shift va chiziqcha belgisidan foydalanamiz. Demak, qat'iy tire ham qat'iy probel kabi bo'ladi. Defis chiziqcha belgisi probellarsiz yoziladi. Masalan, 1-2 mana orasidagi chiziqchani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu defis hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, matnga yangi belgini, masalan, yangi belgi qo'shganimizda, albatta o'sha joyga, kerakli joyga kursor o'rnatiladi. Kerakli joyga kursor o'rnatilgandan so'ng esa biz tahrirlash ishini amalga oshirishimiz mumkin. Masalan, xato so'zini biz bexato deb tahrirlashimizni ko'rib turmoqdasiz. Matnni abzas va satrlarni belgilashning tezkor usullari mavjud. Demak, u usullar quyidagicha ekan. So'zni belgilashimiz uchun sichqoncha chap tugmasini tezkor ravishda bossak, demak, bizga kerakli bo'lgan so'z tezkor ravishda belgilanib qoladi. Agar biz abzasni belgilamoqchi bo'lsak, kursor kerakli abzatsga qo'yiladi va sichqonchaning chap tugmasi 3 marta tezkor ravishda bosilsa, abzas belgilanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Agar biz matnning barchasini belgilamoqchi bo'lsak, klaviaturadan Ctrl hamda A klavishalarini birgalikda bossak, barcha matn belgilanganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aziz o'quvchilar, matnlar ustida nusxa olishimiz mumkin, ularni qirqib olishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun kerakli matn avvalo belgilab olinadi, so'ngra bosh menyudagi almashtirish buferi yordamida amalga oshirishimiz mumkin yoki bo'lmasam klaviatura yordamida amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun Ctrl X tugmachalari birgalikda bosiladi va albatta qirqib olgan matnimizni joylashtirishimiz lozim. Buning uchun ushbu tugmacha yordamida yoki klaviaturadagi Ctrl V tugmachalari birikmalari yordamida amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunday nusxa olishni ham mana shu usulda bajarishimiz mumkin bo'ladi. Demak, buning uchun ushbu tugmacha yordamida nusxa olishimiz mumkin va klaviaturadan Ctrl C tugmachalaridan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Va albatta nusxa olingan matnni biz joylashtirishimiz lozim bo'ladi.
Keling, hozirgi ushbu amallarni quyidagi video yordamida sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqsak. Demak, mana kerakli so'zni sichqoncha yordamida belgilashimiz mumkin yoki bo'lmasam sichqonchaning chap tugmasini tezkor ravishda 2 marta bosib so'zni belgilashimiz mumkin bo'ladi. Kerakli gapni belgilashimiz uchun esa kontrol tugmachasini bosib turgan holatda gapga sichqonchaning chap tugmasini bossak kifoya bo'ladi. Demak, belgilab olgan matnimizdan endi qirqib olish vazifasini bajaramiz. Buning uchun bosh menyudan foydalanishimiz mumkin bo'ladi yoki aksincha klaviaturadagi Ctrl X birikmasi yordamida foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Va ushbu qirqib olingan matnni esa joylashtiramiz. Joylashtirishda ham yoki klaviatura yordamida yoki bosh menyudagi tugmacha yordamida foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Nusxa olishda ham xuddi shunday kerakli matn qismi belgilab olinadi va kursor kerakli joyga qo'yib joylashtirish amalga oshiriladi. Qirqib olish va nusxalashni farqi shundaki, qirqib olishda matnning barchasi qirqib olinganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Nusxa olishda esa nusxa olingan qism matnda qolganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aziz o'quvchilar, albatta ushbu amalni kontekst menyu yordamida ham bajarishimiz mumkin. Buning uchun sichqonchaning o'ng tugmachasini bosish orqali amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Aziz o'quvchilar, yuqorida ko'rsatilgan amallarni o'zingiz mustaqil ravishda bajarib ko'rishingizni tavsiya qilaman hamda darsligimizning 57-betidagi 1 va 2 topshiriqlarni ham bajarishingizni so'rab qolaman. Bundan tashqari, aziz o'quvchilar, darsligimizda berilgan QR kod yordamida qo'shimcha resurslardan ham foydalanishingiz mumkin va albatta Informatika 5 nomli mobil ilovani ham yuklab olishingiz mumkin. Buning uchun saytda softlar deb nomlangan bo'lim orqali Informatika 5 mobil ilovasini yuklab olishingiz mumkin. Mana shu mobil ilovada mavzularga mos bo'lgan taqdimotlar, videoroliklar mavjud. Bundan tashqari yana saytga o'tishingiz mumkin va albatta har bir mavzuga mos bo'lgan testlarni bajarish imkoniyatiga egasiz. Aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bonjour chers élèves, je suis professeur de français et notre thème pour aujourd'hui, notre salle de français est sympa. Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugungi fransuz tilimizning mavzusi bizning shinamgina fransuz tili xonamiz. Darsimizni ushbu rasm bilan boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, fransuz tili xonasi. Qadrli o'quvchilar, yangi so'zlarni yozib boramiz. Élève o'quvchi, le tableau doska, la porte eshik, la fenêtre deraza, l'étagère divan, la chaise stol, le bureau ish stoli. Ushbu so'zlarni yozib olishni unutmang. Alors, maintenant, on va lire une petite texte. C'est notre salle de français. Elle est vaste et claire. Qadrli o'quvchilar, men bilan aniq, ravon, xatosiz o'qishga harakat qiling. Il y a 4 fenêtres, une porte, un tableau blanc, des tables, des chaises. Notre salle est équipée d'ordinateurs et d'un écran interactif. Sur les murs, il y a la carte d'Ouzbékistan et la carte de France. Demak, yangi so'zlarni yozib boramiz. Vaste, clair, équipé, écran interactif. Clair, yorug', équipé, jihozlangan va interaktiv doska. On va continuer. Pendant le cours de français, on parle français, on écrit en français, on chante des chansons françaises, on joue à des jeux intéressants, on regarde des vidéos, on fait des exercices sur l'écran interactif. J'adore notre salle de français. Elle est sympa. Demak, fransuz tilida biz fransuz tilida yozamiz,
fransuz tilida qo'shiqlar kuylaymiz, har xil qiziqarli o'yinlarni o'ynaymiz, har xil mashqlarni interaktiv doskada bajaramiz. Biz fransuz tili xonamizni juda ham yaxshi ko'ramiz. U juda ham shinam. Qadrli o'quvchilar, mana matnimizni ham o'qib oldik. Endi mavzuyimizga oid bir video lavhani tomosha qilamiz. Écoutez et répétez. En tableau. En sac à dos. Une craie. En agenda. Une éponge. Une poubelle. Un bureau. Une feuille de papier. Une chaise. Un ordinateur. En TBI. Tableau blanc interactif. En dictionnaire. En crayon. En livre. En taille-crayon. En cahier. Une gomme. En classeur. Une règle. En stylo. Une carte géographique. Une trousse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour moi, c'est très bon et pour vous, ça vous permettra d'être toujours au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très bientôt. Qadrli o'quvchilar, mana video lavhamizni ham tomosha qildik. Endi biroz grammatika haqida gaplashamiz. Le pronom on en français. Le pronom on a une place cruciale dans la langue française. On l'utilise tous les jours à l'oral comme à l'écrit. Mais il nous pose parfois des problèmes. Quelle personne ce pronom on désigne-t-il? Comment on accorde les adjectifs, verbes ou participes qui l'accompagnent? Pour répondre à ces questions, vous devez connaître sa nature. Le pronom on a deux valeurs, pronom indéfini ou pronom personnel. Voyons ensemble comment utiliser et accorder le pronom on en français. On olmoshaq haqida suhbatlashamiz. On est venu vous voir. Sizga kelishdi. On dit qu'il partira. Ular jo'nab ketayotganini aytdi. On fransuz tilida shaxs noma'lum gaplarda biz, ya'ni birinchi shaxs ko'plikda va barcha degan so'zlarni o'z ichiga oladi. Maqollarda umumiy ma'noni bildirish ham mumkin. On récolte ce qu'on a semé. Nima eksang, shuni o'rasan. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Har doim ham xohlaganingni qila olmaysan. So'zlashuv uslubida shaxsni ham ko'rsatadi. Un instant, on arrive. Bir daqiqa, biz kelyapmiz. On y va? U yerga boramizmi? On est triste aujourd'hui? Bugun sen xafasanmi? Ko'rib turganingizdek, bu yerda on olmoshini qo'llanishini ko'rmoqdamiz. On aytib o'tganimizdek biz, barcha va kimdir degan tarjimalarni oladi. On parle français, nous parlons français. Fransuz tilida gapiramiz yokida biz fransuz tilida gapiramiz. On aime le français. Fransuz tilini yaxshi ko'rishadi. Barcha fransuz tilini yaxshi ko'radi. On frappe à la porte. Eshik taqillamoqda. Quelqu'un frappe à la porte. Kimdir eshikni taqillatyapti. Ushbu qoidalarni yozib olishni unutmang. Qadrli o'quvchilar, mana on olmoshi haqida suhbatlashdik. Endi mavzuyimizga oid bir kichik video lavhani tomosha qilamiz. Le pronom on. On est classé dans la catégorie pronom indéfini à la troisième personne du singulier. Il y a d'autres pronoms indéfinis
et nous les verrons ultérieurement. Le pronom on est un pronom invariable issu du latin homo qui signifie homme dans le sens être humain. Il y a plusieurs valeurs au pronom on. La valeur indéfinie, on va justement la définir, la valeur élargie et le pronom on utilisé comme pronom personnel. Nous verrons ensuite l'accord du verbe et du participe passé avec on. Premièrement, la valeur indéfinie. Cela signifie que l'on ne connaît pas l'identité de la ou des personnes désignées par le on, pour une des raisons suivantes. La personne que désigne le on importe peu, ou on ne la connaît pas, ou on ne souhaite pas la nommer. Dans la phrase « On m'a dit que c'est interdit de passer par ici », cela peut être une des raisons au-dessus. Donc, c'est une valeur indéfinie. Si seul le résultat final importe, on sera également utilisé. Exemple, on fait des travaux. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir qui fait des travaux, mais qu'il y a des travaux actuellement. Quand on transforme une phrase à la voix active alors qu'elle est à la voix passive, s'il n'y a pas de complément d'agent à la voix passive, on utilisera on. Des travaux ont été faits, on ne dit pas par qui les travaux ont été faits. On dit simplement que ces travaux ont été faits. Donc, on va mettre on a fait des travaux, puisqu'il n'y a pas de complément d'agent dans la voix passive. En transformant à la voix active, on met on. Il y a une autre valeur, c'est la valeur élargie. On peut également désigner un groupe de personnes, tout le monde, les êtres humains en général. Par extension, il s'emploie en tant que vérité générale, notamment dans les proverbes. Exemple, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On représente tous les êtres humains, tout le monde. Il s'utilise par conséquent dans plusieurs locutions figées. Alors, qu'est-ce qu'une locution figée? C'est un groupe de mots qui s'emploient toujours ensemble dans un sens précis. C'est une sorte d'expression en fait. Exemple, on ne peut mieux, on ne sait pourquoi, comme on dit, sait-on jamais ou qu'en dira-t-on, qui signifie l'opinion des autres. On peut aussi remplacer un autre pronom personnel. Dans ce cas, il renvoie à un groupe de personnes dont le locuteur fait partie. Le locuteur, c'est celui qui parle, celui qui dit « je ». Et dans ce cas, c'est un équivalent à « nous », mais dans un langage plutôt courant. On a tendance à employer « nous » dans un langage soutenu, même si on peut très bien utiliser « nous » dans un langage parfaitement courant. Mais si on passe un texte du langage soutenu au langage courant, on aura quand même tendance à remplacer le « nous » par « on ». Même si, il y a quelques années, « on » était considéré comme du langage familier, alors que « nous » était du langage parfaitement courant. Aujourd'hui, « on » et « nous » sont tous les deux du langage courant. Donc, on peut employer « on » ou nous pouvons employer « nous ». Exemple, on a pris un taxi pour ne pas rater le début de la réunion. On pourrait dire nous avons pris un taxi pour ne pas rater le début de la réunion. Le pronom on peut se substituer à n'importe quel pronom personnel. Exemple, comme on l'aime ce petit. Ici, on cache le pronom personnel je, mais peut aussi cacher le pronom personnel nous ou vous. Il peut être un substitut à tu ou à vous. Par exemple, allez mes enfants, on met ses chaussures. Cela signifie mettez vos chaussures. C'est une façon de donner un ordre un petit peu adouci.
Comment accorde-t-on avec on? Le verbe relié à on se conjugue de la même façon qu'en présence de il ou de elle. On va dire que il, elle, on sont des pronoms de troisième personne du singulier. Lorsqu'on utilise on pour remplacer un sujet au féminin, le verbe s'accorde en genre et en nombre avec ce féminin. Par exemple, elle a l'âge où l'on est plus naïve mais méfiante. S'il n'y avait que on ne penserait pas forcément à accorder au féminin. Par contre, il y a un elle juste avant, on sait que le on remplace le elle, donc on accorde avec elle. Quand on est utilisé pour désigner plusieurs personnes, notamment lorsqu'il remplace nous, l'adjectif qui le qualifie se met au pluriel. Exemple, on est sage dans cette classe. Sage est l'adjectif attribut qui caractérise plusieurs personnes désignées par le on. Donc on met un S à sage, on met au pluriel. Si on a un temps composé et un participe passé employé avec être, ce participe s'accorde au pluriel si on renvoie à plusieurs personnes, au féminin pluriel si on renvoie à plusieurs personnes féminines. Exemple, Franck et moi on est allés là-bas, on a un accord au masculin pluriel parce que Franck et moi cela fait 2 personnes, et toutes les 3 on est partis vite, on a conjugaison à la 3e personne du singulier, et on a l'accord au féminin pluriel, car il y a 3 personnes et il n'y a que des filles. Pour résumer, le pronom on peut avoir une valeur indéfinie, on ne connaît pas les individus concernés. Exemple, on m'a demandé, voilà, on ne sait pas qui c'est. Valeur élargie représente un groupe de personnes. Dans ce groupe, on ne s'embarrasse pas de la politesse. Cela peut remplacer aussi tous les êtres humains dans le cas d'un proverbe, par exemple. Remplace un autre pronom personnel. On a mangé une crêpe ensemble. Cela signifie nous avons mangé une crêpe ensemble. L'accord du verbe et du participe passé avec on. Donc le verbe s'accorde comme avec il ou elle. Le participe passé dans un temps composé s'accorde en genre et en nombre avec ce que désigne on. Qadrli o'quvchilar, mana video lavhamizni ham tomosha qildik. Endi kichik bir dialogni o'qiymiz. Anvar, est-ce que vous travaillez sur l'ordinateur en cours de français? Bien sûr, on travaille sur l'ordinateur. Anvar, siz fransuz tili darsida kompyuterdan foydalanasizmi? Ha, albatta. Biz fransuz tili darsida kompyuterlardan foydalanamiz. Qu'est-ce que vous faites? On lit des textes sur l'écran, on tape des mots français sur le clavier, on écoute des chansons françaises avec les écouteurs, on va sur Internet pour faire des exercices interactifs. Tiens, vous avez une imprimante et un photocopieur? Oui, parfois on imprime et on photocopie des documents. Nimalar qilasiz? Biz fransuz tilida matnlar yozamiz, fransuz tilida musiqalar eshitamiz va internetdan foydalanamiz. Sizlarda chop etuvchi moslama bormi? Ha, biz undan ba'zida kerakli hujjatlarni chop etamiz. Qadrli o'quvchilar, yangi so'zlarni yozib olishni unutmang. Regardez, la souris est très sympa. Oui, je navigue avec la souris sur l'écran. Qu'est-ce que vous avez fait en classe de français hier? On a regardé une vidéo intéressante sur la vie des élèves français. Qara, qanday ajoyib sichqoncha. Va men bu sichqoncha bilan monitordagi narsalarni boshqaraman. Sizlar kecha fransuz tili darsida nima qildingiz? Biz kecha fransuz tili darsida ajoyib bir qiziq videoni tomosha qildik. On va continuer. Dans ma classe, il y a un professeur, des élèves, des bureaux, des chaises, un corbeil à papier, un tableau, une horloge, des fenêtres, une porte et des livres. Vous voyez ici les mots et une image. Le devoir sera à la maison.
Faites l'activité 5, 6, 7 à la page 43. Apprenez par cœur les mots nouveaux. 43 betdagi 5, 6, 7 mashqlarni bajaramiz va yangi so'zlarni yodlab olamiz. Qadrli o'quvchilar, shuning bilan darsimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. La leçon est finie. Merci pour votre attention et bonne journée.